18 yoshgacha to'lmagan bolalarga davlat byudjeti asosida operatsiyalar bajarilayotgani xabaringiz bormi? Rostdan bepulga bo'lyapti. Bepulga bo'lyapti. Hozir sizga ko'rsataman, bitta bemorimizni xuddi shunaqa usulda operatsiya qilganmiz. Bepulga. Bepulga. Keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Ha. Qalaysizlar? Ko'rishib qo'ychi, qalaysan? Zo'rmi? Yaxshimi? Siz yuribsan, ha? Qani sekin o'tirchi, o'rningdan turchi. Qani, kechi o'g'lim. Turchi. Bo'l, malades, mana. Malades. Shu bemorimizga, ukamizga mana chov sohasida girishasi bor. 18 ga to'lgani yo'q, davlat sug'urtasi asosida amaliyotni bajarganmiz mana. Mana bugun ikkinchi kun, xudo xolasa bugun javob beryapsiz. Qalaysan? Yaxshimi? Zo'rmi? Ha? Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunaqa jarrohlik kasalliklar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta biz kompleks xususiy klinikamizga kelib bizga murojaat qilishingiz mumkin yoki quyidagi telefon raqamlariga telefon qilib maslahat olishingiz mumkin.